Ashidda'u 'alal kuffari va ruhama'u baynahum. Kofirlarga shiddatli ular, qattiqqo'l. Lekin o'rtalaridagi mu'minlar bilan esa rahm shafqatlidir deyapti. Agar bizlar yana bir yerdan axloq o'rganamiz, mu'min, musulmon, sahobalar yo'lida desak, o'rtalarimizdagi musulmonlarga rahm shafqatli bo'lishimiz kerak ekan. Takfir qilib, urib, so'kib, faloniy chunoniy og'ziga urib, qo'lini sindirib, masjiddan haydarib chiqarish sahobalar yo'li emas ekan. Lekin kofirlarga shiddatli bo'lish sahobalarning yo'li ekan. Kofirlarga marhamat qilib, Jennifer Lopesni olib kelib, yarim yalang'och qilib o'ynatib kuldirib, lekin mu'minlarga hijobli, niqoblilarni qamatib, chiritib, sanlarga haq huquq yo'q, fitnachisanlar, hijobingni yech, og'zingga tiqaman, falon qilaman, qamataman, chiritaman. Jennifer Lopesga yallama yorim, bemalol. Marhaba. Marhaba. Ala rossi val ayn. Orqangizni ochasizmi? Oldingizni ochasizmi? Bemalol 100 minglagan mu'min musulmonlar xalqiga kelib, o'ynab kulib, yayrab, mashaalloh. Demokratiya. Demokratiya. Ajoyib. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Endi bu savol o'sha yerdagi ahli ilmlar, talib ilmlar, bizlar sahobalarning yo'li ahli sunna bizlar deydiganlar ashidda'u 'alal kuffarmimiz? Ashidda'u 'alal kuffarmimiz? Kofirlarga shiddatlimimiz? Va ruhama'u baynahum. Mu'minlar ichidagi rahmdilmizmi yo qanaqamiz bu o'zi? Qanaqa bu? Ahli sunna va jamoa e'tiqodida, ahli sunna va jamoa e'tiqodi kofirlarga shiddatli, musulmonlarga ruhama. Hijobingni kiyasanmi, namozingni o'qiysanmi, soqolingni qo'yaysanmi, Qur'oningni o'qiysanmi, 18 yilga seni qamamaymiz. Alif ba ta ta o'rgatganing uchun. Desa ahli sunna va jamoada mashaalloh. Demasa bir tekshirsin iymonini yo'g'ini. Bir tekshirsin iymonini yo'g'ini.